Sizlarga mana liliyani ko'rsatmoqchiman, qaranglar. Suv juda ham ko'payib ketgan, liliyani qilmayapti. Lekin buni men ko'chirib o'tkazib olmaymiz hozir, chunki bu piyozli hisoblanadi. Oladigan bo'lsak 50 ga 50 bo'ladi. O'lishi, tirilishi. Ana o'shanga tegmagan holatda suv bo'lib yotibdi, tegi mog'orlashni boshlagan. Yordam berish sifatida ildiz chirishiga qarshi dorini berdik. И plus mana bu Ceramis bitta pachkasini aralashtirdim, qaranglar. Avtomatik suvi shimayapti. Perlit aralashtirdim, avtomatik shimayapti. Lekin bittasi kamlik qildi. Hozir men buni olaman, ustini sekin olib turib, tiyini o'ziga sepaman. Bu Ceramis shunaqa narsa, ortiqcha vlagani oladi, kerak bo'lganda o'zi beradi. Avtoparik anaqasini bajaradi. Boshqachasiga, xudo xolasa shuni qilamiz. Shuni qutqarib qolishimiz kerak. Hozir ustini sekin sloyi olib tashlayman, hozir qolganini ko'rsatib beraman. Mana qaranglar, hozir imkon darajasida oldim, lekin ildizni ochmayman. Ana tiglari hammasi shalab loy bo'lib yotibdi. Tigigacha yetkazishga harakat qilaman. Qaranglar. Na perlit, na vermikulit bor bu yerda. Batqoq bo'lib yotibdi. Imkon qadar tigigacha yetkazib beraman, hozir xudo xolasa. Shimdirib olishimiz kerak buni qutqarib qolish uchun. Qo'lab olmayman. Shuni ish qilib hozir Ceramisni sovursak inshaalloh iltizga chirishga qarshi dori berdik. Mana qaranglar. Oqqa ko'ryapsizlar mana. Endi bu yerga mana vermikulitni tashladim. Rexli bo'lib kislorodlar yetib borishi uchun bizga kerak bu ildizlariga, hammasiga provetривать bo'lish uchun har doim bizga kerak narsa mana shu hisoblanadi. Bitta tuproqni o'ziga shaloplatib ekib bo'lmaydi. Mana shunaqa qilib hozir hammasini tigiga qilib aralashtirib, keyin ustiga o'zini yana qaytib olgan turpog'imni qo'yaman. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi inshaalloh, chunki buni ocha olmayman, пересадка qila olmayman hozir. Mana bitlar hammasi loy bo'lib yotibdi, qotib. Mana. Mana. Aralashmagan. Hozir yana bitta perlit solaman. Xudo xolasa.